Agar siz nafaqat yashash uchun, balki kelajakda daromad keltiradigan ko'chmas mulk izlayotgan bo'lsangiz, hozir sizga aynan shunday imkoniyatni taqdim qilamiz. Marg'ilon shahri Vatstroy Konichkasi hududida joylashgan 702 sotixli hovli siz kutgandan ham ko'proq imkoniyatlarni taqdim etadi. Hozirgi holatda 10 xonadan iborat bo'lib, loyihani biroz o'zgartirish orqali uni bemalol 12 xonagacha yetkazish mumkin. Yana bir katta afzalligi shundaki, hovlining yon tomonidan alohida kirish eshigi ochish imkoniyati bor. Bu degani xohlasangiz mulkni ikkita mustaqil hovliga ajratish, birida o'zingiz yashab, ikkinchisini sotish yoki ijaraga berish imkonini yaratadi. Hovli yo'l bo'yida joylashgani sababli nafaqat yashash, balki tadbirkorlik uchun ham juda qulay. Atrofida oshxonalar, do'konlar va kundalik hayot uchun zarur bo'lgan barcha infratuzilmalari mavjud. Masjid esa atiga bir necha qadam narida joylashgan. Eng qiziqarli jihatlaridan biri tashqarida o'rnatilgan Agrobank bankomati. U ham sizga qarashli bo'ladi. U hozirning o'zida oyiga 1 million so'm ijara daromadi keltirmoqda. Demak, ushbu mulk sizga ilk kundanoq daromad olish manbai ham bo'la oladi. Barcha kommunikatsiyalari mavjud. Gaz, elektr, ichimlik suvi va boshqa zarur tarmoqlar to'liq ishlaydi. Hech qanday qo'shimcha xarajat yoki muammo bo'lmaydi. Narxini $190,000 baholashdi. Albatta yana kelishiladigan joylari bor ekan. Agar siz uzoq yillar xizmat qiladigan, qiymati ortib boradigan va daromad ham keltiradigan ko'chmas mulk izlayotgan bo'lsangiz, bu taklifni o'tkazib yubormang. Hoziroq ekrandagi raqamlarga bog'laning, kelib ko'ring va ushbu hovlining barcha afzalliklariga o'zingiz guvoh bo'ling. Balki sizning keyingi eng muvaffaqiyatli investitsiyangiz aynan shu bo'ladi. Videoni yaqinlar bilan ulashib qo'yish esa esingizdan chiqmasin.